Assalomu alaykum. Instagram kuzatuvchilarimiz, Instagram muxlislarim, hurmatli Instagram a'zolarim. Bugun Marvarid Chitir somsadan mana shunday hurmat etib, bir-biridan mazali, bir-biridan sifatli bo'lgan somsalarni yuboribdilar. Albatta Marvarid Chitir somsalarına katta rahmat aytaman. İşlerine omad tilayman. Ulkan zafarlar yor bo'lsin iloyim. Hamisha elni nazarında bo'lgaysizlar. Şu başlagan işleriniz o'nguna boshlayversin iloyim. Şu Xanqa territoriyasida yashaydigan barcha aholiga, aziz hurmatli kuzatuvchilarimiz, insonlarimizga albatta somsalarini yeb ko'rib, biza yeb ko'rganmiz Marvarid Chitir somsasini albatta shinavandasimiz, farzandlarim ham juda sevib iste'mol etadi. Apa, to'yga ketyaptirmisiz? Chitir somsadan somsa zakaz etib keting, ya chitir somsadan somsa tashab keting deydilar. Hozir yana menga yuboribdilar. Ko'rib chiqamiz. Yana bor ekan. 2 işte. Soslar bilan. Yana bor ekan. Katta rahmat. Chiroyli. Birinchi o'rinda qo'yaman mana. Xushro'y bo'lib o'zimda yaltirab turishini qaranglar. Смотри, огонь в душе, но ты не паникуй. Покажут путь маяки, посуди. Yolları sağ bu iloyim anne. Ты лучше смотри, огонь в душе, но ты не паникуй. Покажут путь маяки. Bunu altından tavlanıp duruşuna qaranglar. Birinci o'rinda görünüş, ikinci o'rinda ta'm, üçüncü o'rinda sifat. Birinchi görüp şunu xushro'yligini, rang-ro'yini ko'rsangiz yeyasiniz keladi. Yaningizdan keyin ta'mini ko'rib albatta sifatini gap yo'q. Chitirdaganidan ma'lum. Bu kartoshka somsa ekan. Shuning uchun birin-birini ochib ko'rsataman. Yana bu İcan somsa ekan. Bu tomchimiz yana doğrama somsa ekan. Aslında yeb ko'rib baho Я по натуре кайфарик, it's my rules. Ты успокойся, там сус, it's my life. Я по натуре кайфарик, it's my rules. Ты успокойся, там Barımız yine yetkazib berish xizmati ham bor. Instagram orqali Marvarid Chitir somsa ulanib qo'yasizlar.